Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, minbarga chiqib xutba qildilar Ramazon oyida. Birinchi minbarga qadam qo'yganlarida amin dedilar. Ikkinchisiga yana qadam bosdilar, amin dedilar. Uchinchisiga qadam bosdilar, amin dedilar. Shunda biz taajjub qildik. Ya Allohning rasuli 3 marotaba amin, amin, amin dedingiz. Buni sababi nima dedik? Shunda Rasululloh, men minbarni birinchi pilla poyasiga qadam qo'yganimda Jibril alayhisalom keldilar. Ey birodarim Muhammad, Allohning habibi, qaysi ummating Ramazonga salomat yetsa, tanasida joni omon bo'la turib, imkoniyati bo'la turib, qodir bo'la turib Ramazon ro'zasini tutmasa, o'shanda ummating xor bo'lsin dedilar, men amin dedim. Ikkinchisi pilla